Assalomu alaykum do'stlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi video roligimizda do'stlar sizlar bilan birgalikda biz yangi bir o'zbek sayti orqali pul ishlaymiz do'stlar. Yangi bir o'zbek saytimiz sizlarga yoqadi albatta. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun video juda ham qiziq bo'ladi. Demak, pul manba YouTube kanalida albatta videolar joylab borilyapti. Juda ham ko'p videolar joylab borilyapti. Ko'rmagan bo'lsanglar albatta ko'rib qo'yishingizni tavsiya etaman. Demak, saytga o'tamiz. Xullas do'stlar, saytimiz nomi Fast AI deb nomlanadi. Ya'ni ushbu sayt yangi bo'lib chiqdi. Bugun chiqdi, ya'ni 18-dekabr kuni ushbu saytimiz ommaga taqdim etildi. Ya'ni ushbu o'zbek sayt orqali biz o'zbek so'mida pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tish xuddi shu tarzda oson bo'ladi. Ya'ni telefon raqamingizni kiritasiz, ikkinchi qatorga kirish parolingizni kiritib olasiz, uchinchi qatorga esa albatta tasdiqlash kodini kiritib olasiz. Ya'ni mana bu rasmdagi, kapchadagi o'sha tasdiqlash kodini kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, eng so'nggi qatorga esa mening taklif kodimni kiritishingiz kerak bo'ladi. Aynan ekraningizda ko'rib turgan o'sha taklif kodni mana yozilib ham turibdi. 4-qatorga shuni kiritasiz va ro'yxatdan o'tish degan tugmachani bosib siz bemalol osongina ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi esa men o'z hisobimga kirib olaman. Buning uchun kirish tugmasini bosib, bu yerdan o'z ma'lumotlarimni kiritib, bu yerga esa tasdiqlash kodini yozib, ya'ni 9733 ekan. Tasdiqlash kodini yozgan holatda kirish degan tugmachani bosib kirib olishim mumkin bo'ladi. Kirish muvaffaqiyatli bo'ldi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu yerda Fast AI haqida to'liq ma'lumot bergan. Ya'ni Fast AI bu yerda ko'rishingiz mumkin, kriptovalyuta, moliya, aksiyalar, fondlar va sun'iy intellekt sohasida katta tajribaga ega ekan. Xo'p, bu yerda X tugmachasini bosamiz va bu yerda birinchi navbatda kirib olganingizdan so'ng bitta narsaga e'tibor qarating. Ro'yxatdan o'tish degan tugmacha turibdi mana bu yerda. Ya'ni galochka belgisi bilan aynan shu tugmachaga bir marta bosasiz va siz kunlik bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har kuni ushbu saytga kirib turib 0.1 sentdan bonus olsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, ro'yxatdan o'tish degan tugmachani bosamiz, belgilandi. Ya'ni tabriklaymiz deyapti. 1200 so'm miqdorida mukofot oldingiz deyapti. Okeyni bosamiz. Bo'ldi. Endi bir marta orqaga qaytdik va bizning hisobimizga 0.1 sent bonus qo'shilgan bo'ladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hisob balansimda o'zi $15 bor. Videoni yozib boshlashdan oldin men hisobimni to'ldirib olgan edim. Ya'ni albatta saytga sarmoya kiritgan holatda. Ko'rishingiz mumkin, saytda juda ham ko'p tugmachalar bor bu yerda. Birinchi navbatda sun'iy intellekt savdosi degan tugmacha bor. Siz bu yerda turli AI mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda turli VIP darajalar bor. Ushbu saytda o'zi asosan VIP darajalarni sotib olgan holatda kunlik daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Albatta saytdan maksimalli imkoniyatidan foydalanib qolish kerak, chunki bu yerda ko'rishingiz mumkin, kunlik daromadi ham yaxshi, 0.8 sent, investitsiya miqdori $10 bo'ladigan bo'lsa, kunlik daromad 0.8 sent qilasizlar. Ya'ni bu yerda daromadi yaxshi, kunlik daromadlari yaxshi va jamoaga to'lanadigan pullar ham yaxshi ko'rishingiz mumkin. Har bitta misol uchun VIP 1 uchun 10 kishiga $20, VIP 2 uchun 30 kishi taklif etadigan bo'lsanglar $50 xuddi shunaqa ketaveradi. Davom etib ketaveradi. Bu yerda juda ham ko'p bonuslari bor. Bozor degan bo'limga o'tadigan bo'lsanglar, endi bu yerda bozor degan bo'limida sizlar ko'rib borishingiz mumkin. O'zingizlarni, demak, misol uchun kriptovalyutaga qiziqadigan bo'lsanglar, mabodo qiziqadigan bo'lsanglar, o'sha yerda mana BTC ya'ni USDT, Ethereum misol uchun USDT har xil savdo bo'limlarini o'zingizlar kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Hisob bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda meni hozirgi darajam VIP 0 bo'lib turibdi. Sizlarga qanday qilib sotib olishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni hozir hisobimdan allaqachon to'ldirib olganman. Birinchi navbatda sizlarga yoki to'ldirishni ko'rsatishim ham mumkin. Kelinglar, birinchi navbatda sizlarga qanday qilib sotib olishni ko'rsataman, ya'ni VIP 1 ni. Keyin esa hisobni qanday qilib to'ldirish mumkinligini ko'rsataman. Bu yerdan AI degan tugmachani bosamiz. Mana bu yerda o'rtada turgan tugmacha. VIP 1 ni misol uchun sotib olmoqchimiz. Hozir meni hisobimda pul bor va aynan mana shu VIP 1 ni sotib olmoqchiman. Bu menga 0.8 sent kunlik foyda keltirishi mumkin bo'ladi. Buning uchun hozir investitsiya qiling degan tugmachani bosaman. Xo'p, bu yerdan esa endi hozir investitsiya qiling degan tugmachani bosib olaman. Mana ko'rishingiz mumkin, xarid muvaffaqiyatli bo'ldi. Daromad ertasi kuni hisobingizga tushadi deb mana aniq tiniq qilib yozib qo'yibdi. Yana ko'pchilikda savol bo'ladi, daromadim qachon tushadi, nima bo'ladi, bugun tushadimi degan. Yo'q, do'stlar, qachon sotib olgan bo'lsanglar,
shuni ertasi kuni sizning daromadingiz o'z hisobingizga kelib tushadi va bemalol minimalkaga pulingiz yetgan payt yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa endi ko'rishingiz mumkin. Mening robotim degan bo'limga o'tib, o'zingizning robotingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi kutilayotgan daromad $16 deb qo'yibdi. Albatta $16 bo'ladi. Albatta o'z ishini bitirgandan keyin aynan mana shu robot. Xo'p. Endi depozit bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda mana hisob degan bo'limga o'tib, depozit degan tugmachani bosadigan bo'lsanglar, sizlar bu yerdan hisobinglarni to'ldirib olishinglar mumkin bo'ladi. Hisob to'ldirish xuddi mana shu bo'limdan amalga oshiriladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda turli depozit turlari bor. $10, $30, $50 qilsanglar bo'ladi. Minimal demak pul kiritish $10, chunki VIP1 ni minimalkasi ko'rishinglar mumkin. Ya'ni boya ko'rdinglar, narxi VIP1 darajasi narxi $10 hisoblanadi. Shuning uchun $10 minimal kiritishinglar mumkin. $10 dan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni $9.80 kiritaman deb ovora bo'lmanglar. Baribir sayt qabul qilmaydi do'stlar. Shuni ham unutmanglar. Bu yerda endi ko'rishinglar mumkin. Bu yerda $10 misol uchun kiritmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam $30 kiritmoqchi bo'lsanglar, xuddi shunaqa yozib olasizlar va mana so'mda ham hisobini keltirib beradi mana. 360 ming so'm ekan. Xohlasanglar bank karta orqali, xohlasanglar USDT TRC20 orqali, mana shu network orqali kiritishinglar mumkin pulni. Mana misol uchun bankni tanladim men bankni tanladim va topshirish degan tugmachani bosadigan bo'lsam, meni to'lov sahifasiga o'tkazib yuboradi. Ya'ni aynan o'sha to'lov sahifasidan siz bemalol to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana sekin o'tkazib yubordi bizni. Mana 360 ming so'm o'tkazishimiz kerakligini aytayapti. 20 minutda o'tkazib yuborishimiz kerak ekan. Обратный отсчет deb qo'yibdi, ya'ni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda platejniy vaucherni esa mana bu yerga, ya'ni platejniy vaucher degan joyga sizlar chek yuklashingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu to'lov sahifasida sizlar to'lov qilib bo'lganinglardan keyin bank kartalari mana hammasi aniq-tiniq qilib ko'rsatilgan. 360 ming so'mni 20 daqiqa ichida to'lab bo'lishingiz shart do'stlar. Bo'lmasa to'lovingiz qabul qilinmaydi. Aynan mana shu yerga mana bitta va подтвердить платеж degan tugmachani bossanglar, albatta sizlarning to'lovinglar adminlar tomonidan uzoq 1 soatda ko'rib chiqilishi mumkin. Ko'rib chiqiladigan bo'lsa, sizlarning hisobingizga u pullar o'tadi va sizlar demak o'sha AI degan bo'limga o'tib mahsulot, ya'ni robotlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda keyingi bo'limimiz, bizga kerakli bo'lgan bo'limlardan biri jamoa degan bo'limini albatta ko'rsatib o'tdim. Demak, ya'ni do'stlaringizning saytga taklif etish orqali pul ishlashingiz mumkin bo'lishini aytib o'tdim. Demak, bepul mukofotlar ko'rishingiz mumkin. Bepul mukofotlar, bu yerda rasmlarni yuklash orqali komissiya ham olishingiz mumkin. 1200 so'm komissiya beradi bu yerda. Da'vo qilish uchun bosing degan tugmachani bosasiz va namunaviy rasm, ya'ni o'zingiz va ilovaning rasmini oling va uni yuklang deyapti. Ya'ni xuddi mana shunaqa tarzda rasmga tushishingiz kerak va bu yerga yuklab turib siz bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1200 so'm. 1200 so'm bo'lsa ham sizga do'stlar bu yerda saytdan pul ishlayotgan payt komissiyasini qoplab berish mumkin. Mana shu kichik mayda pullar ham. Shuning uchun bemalol olib qo'yavering. Ya'ni kam deb qo'ymang buni. Albatta olib qo'ysangiz o'zingizga foyda bo'ladi. Xo'p. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin, yana qanaqa bo'limlar bor. Albatta pul yechish bo'limiga kelibmiz. Pul yechishdan ham oldin biz bank kartasini sozlab olishimiz kerak, ya'ni bank kartasini qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun bank kartasi degan tugmachani bosamiz va mana bu yerdan plyusni bosamiz. Mana plyus chiqib turibdi, o'shani bosamiz va demak ismimizni kiritib olamiz. Bank karta, qanaqa bank karta qo'shmoqchi bo'lsanglar, USDT TRC20 ham qo'shishinglar mumkin. Ya'ni USDT TRC20 ga ham yechib olishinglar mumkin. Bu yerda ham komissiya bor, bu yerda ham komissiya bor. Ikkalasida ham komissiya bor. Farqi yo'q, xohlaganingizga yechib olishinglar mumkin, o'zlaringizga qaysi biri qulay bo'lsa. Xo'p. Bu yerda bank nomini kiritishingiz mumkin. Misol uchun Oktobank deymiz. Misol uchun va bu yerga bank hisob raqamingizni kiritishingiz mumkin. Bank nomi bu qaysi bank bo'lsa o'sha bankni kiritishingiz shart, ya'ni Oktobank deb kiritib qo'ymasligingiz kerak, ya'ni menga o'xshab. Xo'p. Bank hisobiga bank hisob raqamimizni kiritib olamiz, ya'ni karta raqamimizni. Kiritib olgach, tasdiqlash degan tugmachani bosib, biz muvaffaqiyatli kartani qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, 2 martalab qo'shib oldim bank kartalarimni, ya'ni birinchisida sal xato ketgan bo'lishi mumkin deb, ikkinchisida ham yana qo'shib qo'ydim. Endi
Pul yechish degan bo'limga o'tamiz do'stlar. Endi pul yechish degan bo'limga o'tgan holatda biz pulimizni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Pul yechish degan bo'limni bosamiz, tugmachani va ko'rishingiz mumkin bu yerda pul yechib olish miqdorini kiritib olamiz. Misol uchun bizning hisobimizda hozir $5 bor ekan, ya'ni $5 va 1 sent bor ekan, ya'ni 10 sent desak bo'ladi. Ya'ni $5 10 sentimiz bor ekan. Bu yerdan misol uchun bor sozlab olishingiz kerak tranzaksiya parolini ham. Tranzaksiya parolini siz qayerdan sozlab olasiz? Tranzaksiya paroli albatta sozlab olish kerak tizim sozlamalari degan bo'limdan. Tranzaksiya parolini o'rnating degan tugmachani bosasiz va bu yerdan yangi parolni tasdiqlang degan demak bo'limchalar, ya'ni qatorchalar chiqadi. Ikkalasini ham to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Yangi parol va o'sha yangi parolingizni takrorlab ikkinchi qatorga ham yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi va topshirish degan tugmachani bosib saqlab olishingiz mumkin. Xo'p, yangi parol kirit. Xo'p, mana parollarni kiritib oldim. Topshirish degan tugmachani bosaman. Tranzaksiya paroli kirish parol bilan bir xil bo'lmasligi kerak deyapti. Xullas do'stlar, men endi kuchli parol yozib oldim ikkala qatorga. Men topshirish degan tugmachani bosaman va mana parol muvaffaqiyatli o'zgartirildi, ya'ni qo'shildi. Endi pul yechish degan tugmachani bosamiz. Xo'p, endi miqdor kiritib olamiz bu yerdan. Misol uchun 61.000 so'm. 61.200 so'm bor ekan bizda. Xo'p, ikkinchisini tanlaymiz kartani. Tranzaksiya paroliga o'sha boyagi parolimni kiritib olaman. Mana do'stlar, parol kiritib olindi, ko'rishingiz mumkin. Endi topshirish degan tugmachani bosib biz muvaffaqiyatli tarzda pul yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, yuborish muvaffaqiyatli dedi. Ya'ni biz muvaffaqiyatli tarzda pul yechishga qo'ydik. Endi tekshiruvda deb turibdi. Tekshiruvdan o'tgandan keyin bizning kartamizga pullar yetib kelishi mumkin bo'ladi. Pullar kartaga yetib kelgunga qadar do'stlar sizlarga ilovani qanday qilib yuklab olish mumkinligini ko'rsataman. Saytning o'zini ilovasi ham bor. Buning uchun appni yuklab oling degan tugmachani bir marta bosishingiz kerak bo'ladi va sizni bitta sahifaga o'tkazib yuboradi, ya'ni yuklab olish sahifasiga. Ko'rishingiz mumkin, hoziroq ilovamizni yuklab oling deyapti. Bu yerda Android yuklab olishingiz mumkin yoki iOS tizimiga yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Android yuklab olish degan tugmachani bosib olasiz. Agar sizda Android bo'ladigan bo'lsa, menda esa Android, shuning uchun shuni bosdim va baribir yuklab olish degan tugmachani bosasiz va ko'rishingiz mumkin fayl yuklab olinmoqda. Xuddi shu tarzda siz ilovani yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda oson. Do'stlar, saytdan yechgan pulimiz muvaffaqiyatli tarzda kartamizga yetib keldi. Buni pul yechish yozuvlar degan bo'limidan ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar. Mana do'stlar, Uzun bankdan esa chekni ko'rishingiz mumkin sayt to'lovda.